Hammanglar hayron bo'layotgan bo'lsanglar kerak, nimaga bu qo'lni ko'rsatyapti deb. Ushbu qo'limni ichida shunaqangi vitamin bekitilganki, ushbu vitamin bolalarimizni yaxshi rivojlanishi uchun, o'sishi uchun, immunitet ko'tarilishi uchun, endokrin sistemasi yaxshi ishlashi uchun, umurtqa pog'onasi va bo'g'imlarda deformatsiya kuzatilmasligi uchun doimiy ichib yuradigan vitamin hisoblanadi. Oldindan aytaman, ushbu firmani men reklama qilayotganim yo'q. Bu dori preparatini anchadan beri foydalanaman va ishonchli. O'zimni bolalarimga ham va bemorlarimga ham bemalol qo'rqmasdan назначение beraman. Именно bu Vigantol Forte Max hisoblanadi. Profilaktika dozasida bemalol ichsanglar bo'ladi. Profilaktika dozasini описаниеda yozib qoldiraman. Lekin sizlarda o'sha raxit kasalligi ketayotgan bo'lsa yoki umurtqa bo'g'imlarda deformatsiyalar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta analiz topshirgan holatda, individual holatda назначение yozdirish kerak. Bu uchun albatta shifokor ko'rigiga uchrashishingiz lozim.